Hisobot qismida 3 ta biznes problemaga yechim bor. Birinchisi, ma'lum bir tovarni qancha foyda bo'ldi va skladda qancha qoldi, qanchaga keldi gitdilar statistikasini ko'rsak bo'ladi. Va o'sha ma'lum bir tovarni vaqt oralig'ini qo'ysak bo'ladi. May oyini ko'rsak bo'ladi, yoki bo'lmasam butun 6 oyini ko'rsak bo'ladi, 1 yillik statistikani ko'rsak bo'ladi. Uchinchi problemaga yechim bu yerda top tovarlarni tanlab olsak bo'ladi. Top 3 ta, top 5 ta qilib. Xo'p, 3 ta problemaga yechim bor. Keling bir boshdan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, общий foydani aniqlash. Taxta qirg'izning ustiga bosganimizda birinchi ekranga chiqib keladigan narsa bu yerda, ya'ni sotuv va xarid qachon bo'lgani chislolari bilan ko'rsatadi. Bu yerda hozir oraliq tanlangan 29-maydan 29-iyungacha. Buni o'chirib qo'ysak, общий statistikani ko'rsatadi. Polni bo'lgan oldi sotdilarni. Undan tashqari ushbu knopkani ustiga bitta bossak, imенно o'sha taxta qirg'iz 726 so'm foyda ko'rgan, skladda 13 dona bor hozirgi vaqtda. Ya'ni 132 ta sotilgan. O'z narxi 21120 so'mni tashkil qilgan va sotganimizdan keyin bu klientdan olingan pul 21846 so'm olingan va tan narx, ya'ni klientdan olingan puldan tan narxini ayirib tashsak, bizga чистый foydamizni ko'rsatib ham bergan bu yerda. Xo'p, bu yerda определённый tovarga чистый foydasini ko'rsak bo'ladi. Undan tashqari ma'lum bir oraliq tanlasak bo'ladi. Misol uchun 5-iyun. 5-iyunda 0 ta, ya'ni 5-iyun kuni sotuv bo'lmagan ushbu tovarda. Deylik 29-kunini ko'ramiz. 29-kuni 66 ta sotilibdi. 330 so'm foyda ko'rilibdi. Sklad bu turaveradi nechta borligi. O'shanday qilib, shu kalendarchani ustiga bosib turib, oralig'ini bunday qilib tanlasak bo'ladi mana. 1 oyligini ko'rdim. Mana 1-dan 31-maygacha. Bu qismda 1 yilligini ham ko'rsa bo'ladi, farqi yo'q. Haftani bosib qo'ysak, sirasi haftani tanlaydi. Bugunni bossak, bugungilik, ya'ni bugun sotuv va oluv bo'lmagan bu qismda. Xo'p, bu ikkinchi yechimida. Uchinchi yechim top tovarlar. Ushbu qismga bosib, top tovarlarni bossak bo'ladi. Misol uchun, top 3 ni bossak, shu tepada top 3 ta tovar paydo bo'ladi. Ya'ni taxta qirg'iz, taxta sharif, taxta 2900 o'sha tovarlar eng ko'p ketadigan hozircha skladimizda. Ya'ni 132 ta sotildi, 13 ta qoldi, 100 ta sotildi. Undan tashqari bu yerda ham oraliq tanlab olsak bo'ladi. Misol uchun 1-kunni ko'ramiz. 1-may. Ma'lumot yo'q. Oraliqni ko'ramiz. 1-maydan boshlab 31-maygacha. 3 ta tovar. Ushbu tovarlar topda. Undan tashqari bu yerda top 5 tani ko'rsak bo'ladi. Ya'ni 5 ta tovarlar. Eng zo'r ketadigan tovarlarimizni bu yerda ham oraliq tanlasak bo'ladi. Undan tashqari yana bir qism bor bu yerda. Ushbu knopkani ustiga bossak, butun sklad bo'yicha qancha foyda ko'rildi? Ya'ni hamma tovarlarning partiyasi bu yerga qo'shildi. Skladda necha dona tovar bor? Farqi yo'q. Qanaqa tovar bo'lishidan qat'iy nazar, qancha bor, foyda qancha bo'lyapti, tan narxi qancha, daromad qancha va necha dona narsa sotilyapti. Chiqarib qo'yganmiz, чтобы видение bo'lish uchun, ya'ni skladda qanday ketyapti. Skladning holati qanday ekanligini aniqlash uchun. Aniq bir tovarlar uchun bo'lsa, ushbu qismga o'tib, xohlasak bu yerda qidirib ko'rsak bo'ladi.